Yuzingizni qanday yangilashni bilmaysiz. Istalgan mashhur erkak modelga qarang. Ular ham eski suratlarda o'rtacha ko'rinishgan. Ular shunchaki yuzlarini butunlay o'zgartirgan, to'g'ri odatlarni o'zlashtirganlar. Va bu videoda men sizga o'sha jozibador yuzga 7 oddiy qadamda qanday erishishni ko'rsatib beraman. Eng yaxshi tomoni, siz bor yo'g'i 2-3 oy ichida natijalarni ko'ra boshlaysiz. Boshladik. Birinchi qadam tana yog'ini yo'qotish. Birinchi va eng muhim qadam ozishdir. Buning sababi quyidagicha. Yuzdagi yog' sizning yonoq suyaklaringiz va jag' chizig'ingizni yashiradi. Bu esa yuzni yumaloq va shishgan qilib ko'rsatadi. Sochingiz qanday kesilgani yoki qanday terini parvarishlash vositalaridan foydalanishingiz muhim emas. Tana yog'ini yo'qotganingizda yuzingiz yanada o'tkir ko'rinadi. Jag' chizig'ingiz namoyon bo'ladi va butun tanangiz yanada saranjom bo'lib chiqadi. Siz bodybuilderga o'xshashingiz shart emas. Shunchaki tana yog'ini taxminan 20% dan 10-12% gacha tushiring. Bu sizni baquvvat va o'ziga ishongan ko'rsatish uchun yetarli. Nima qilish kerak? Kaloriyalar taqchilligini boshlang. Ya'ni har kuni yoqayotganingizdan bir oz kamroq ovqatlaning. Mushak qurish uchun og'irlik mashqlarini va yog' yo'qotish uchun kardio mashqlarini bajaring. Yaxshi xabar shundaki, ozish uchun jami 4-5 oy vaqt ketadi. Shuning uchun tez o'zgarishingiz mumkin. Shuningdek, keraksiz va shiruvchi ovqatlardan voz keching. Ularni haftada 1 yoki 2 marta iste'mol qilishingiz mumkin. Bu mayli. Lekin shakarni butunlay kesib tashlang. Shakar asl dushmandir. U teringizni buzadi va yog'ni tez to'plashingizga sabab bo'ladi. O'zganingizda yuzingiz, kiyinish tarzingiz, butun avrangiz, hamma narsa yangi darajaga ko'tariladi. Ikkinchi qadam. Og'iz bo'shlig'i gigiyenasiga e'tibor bering. Siz chiroyli bo'lishingiz mumkin, ammo agar tishlaringiz sarg'aygan bo'lsa yoki og'zingizdan badbo'y hid kelsa, bu hamma narsani barbod qiladi. Shuning uchun og'iz bo'shligi gigiyenasiga jiddiy e'tibor bering. Elektr tish cho'tkasidan foydalaning. U oddiy cho'tkadan ancha yaxshi tozalaydi. Keyin haftasiga bir necha marta oqartiruvchi paloskalardan foydalaning. Ular tishlaringizni yorqin va toza qiladi. Oq tabassum sizni darhol jozibali va do'stona ko'rsatadi. Bu sizning o'zingizga g'amxo'rlik qilishingizni bildiradi va odamlar buni har doim sezadilar.